Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa sizlarning vaqtingizni olmaslik uchun ushbu dasturimizda darhol boshlayman. Demak, dastlabki texnikamiz Samosval Kamaz 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika. Ballonlar 70% atrofida. Val standart holatda, reduktor esa 49 talik deyishyapti. Hujjatlar ham joyida. Narxi $7000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir Samosval Kamaz sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, ishlab turgan texnika, hujjatlari joyida, mashinani hech qanday xarajati yo'q, olasiz darhol ishga chiqishingiz mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa $24000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Kamaz ishqibozlar uchun esa navbatda yana bir Samosval Kamaz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 185000 km, 20 tonnagacha yuk oladi, ballonlar 95% atrofida, motor yaqinda remont qilingan, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q, hujjatlari joyida, narxi $26000 aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Andijon viloyati. Demak, navbatda yana bir Euro Kamaz sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 495000 km, solyarkada harakat qiladi deyishyapti. Mashina ishga tayyor holatda, xarajat yo'q, hujjatlari joyida. Narxi esa $22000 aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Xorazm viloyatida deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Euro Kamaz sotiladi. Euro 5 klassika full variantidan deb ma'lumot qoldirishgan. Mashina 2019-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa atiga 25000 km yurgan. Mashinani Moskvadan olib kelingan. Oldi ballonlar yumshoq ballon, orqa ballonlar esa 100% yangi deyishyapti. Avtopilotlari ham bor hatto deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $45000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Euro Kamaz sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 96000 km, ballonlar deyarli yangi, kompyuterlik metan gazlari ham bor, holati yaxshi, xarajat yo'q. Narxi $35000 aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda Samosval MAN avtomashinasi 2017-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 2000 km, holat yaxshi, hech qanday xarajat yo'q, motor, korobka, hadovoylari ham, rama, kuzovlari ham 100% zo'r holatda deyishyapti. Faqat pul zarur bo'lib qolganligi uchungina sotilmoqda. Mashinaning 70% qismi zavod holatida deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa $33000 aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Buxoro viloyati. Demak, navbatda yana bir Samosval MAN sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 25 tonna yukka mo'ljallangan, motor yangi, yaqinda remont qilingan, apkatkada hozir ham deyishyapti. Korobkalar hali ochilmagan, ishga tayyor holatda, ballonlar 70-80% atrofida, faqat naqd pulga sotiladi. Narxi $24000 aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Namangan viloyati. Keyingi texnikamiz ham Samosval MAN avtomashinasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, korobkalar 8 talik, rama ulanmagan, zavodskoy 2 qavatli deyishyapti. Havo podyomniklar qo'yilgan, motorlar yaxshi, yoqilg'i turi esa solyarka, xohlagan dokumentingiz bo'ladi deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $36000 aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Namangan viloyatida deb ma'lumot qoldirishgan. Navbat esa Chakman avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan, zavodskoy metan gazlar ham bor, 2,5 kuruk yurgan, motor moy yemaydi, hali hech qayeri ochilmagan, ballonlar 70-80% atrofida, korobka 8 talik. Variantga ham beriladi deyishyapti. Narxi esa $32000 aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Jizzax viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Chakman avtomashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 2000 km deyishyapti. Holati yaxshi, mashinani barcha joyini o'zingiz xohlagan usulda tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mashinaga kafolat beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati. Narxi esa $55000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Samosval Havo avtomashinasi sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, ammo 2020-yil salondan sotib olingan deyishyapti. Zavodskoy metan gazlar ham bor. Demak, motor, korobka, zadniy moslari hali ochilmagan, radnoy holatda, motor moy yemaydi, ballonlar o'rta holatda. Narxi $60000 aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa yana bir Samosval Havo avtomashinasini yili yangisidan 2023-yil ishlab chiqarilgan, probeg esa 73000 km, holati yaxshi. Mashina ishga tayyor, hujjatlari joyida, hech qayeri ochilmagan, narxi $68000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Samosval Zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holat yaxshi, motor, korobka, zadniy moslar ham zo'r.
Mashinaning xarajati yo'q, narxi $5500 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlashda davom etib turing. Biz ham albatta dasturimizda davom etamiz. Bizda esa navbatda yana bir samosval zil sotiladi. 1992-yilda ishlab chiqarilgan, benzinda yurgan, hozir ham benzinda yuradi deb ma'lumot qoldirishgan. Mashinaning hech qanday xarajati yo'q, ishga tayyor holatda. Narxi esa $5200 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir samosval zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, kabina kuzovlari ham yaxshi holatda, motor korobkalari ham zo'r. Mashinaning umuman xarajati yo'q, narxi $7000 aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Agar sizda ham sotiladigan yuk mashinalari bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling, albatta reklama orqali yordam qilamiz. Bizda esa navbatda yana bir samosval zil 1990-yilda ishlab chiqarilgan, mashinaning holati yaxshi, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali deb ma'lumot qoldirishgan, manzil Toshkent viloyati, narxi esa $6000 aytilish narxi kamaytirib beriladi, ma'lumot qoldirishgan. Bizda esa navbatda Isuzu avtomashinasi sotiladi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazlari ham bor, hamma joy yaxshi, hech qanday kamchilik yo'q, propanda harakat qiladi deyishyapti. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $23000 aytilish narxi kamaytirib beriladi, ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa navbatini kutib turgan yana bir Isuzu avtomashinasi 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, hujjatlar ham joyida deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa $28000 aytilish narxi kamaytirib beriladi, ma'lumot qoldirishgan. Albatta qolgan ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsani yodingizda tutingki, ushbu texnikalarning narxini biz emas, texnika egalari belgilab berishadi. Biz esa shunchaki o'qib e'lon qilib beramiz xolos. Hozircha esa xayrlashamiz. Videoga like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha esa salomat bo'ling.